Assalomu alaykum. Urush o'z nomi bilan urush. U albatta yo'qotishlarsiz bo'lmaydi. Bugungi AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyat allaqachon iqtisodiy urushga aylanib ketganiga butun dunyo guvoh bo'lmoqda. U har bir davlat kerak bo'lsa, har bir insongacha o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Sababi neft, energetika bilan bog'liq masalalar bugun dunyoning tom ma'noda qon tomiri deyish mumkin. 13-mart kuni AQSh harbiy havo kuchlari Eronning Xark oroliga aviazarba berdi. Bu orol shunchaki oddiy orol emas. U Eronning asosiy neft markazlaridan biri hisoblanadi. Undan Eronning 90% neft eksporti o'tadi. Prezident Donald Tramp Erondagi barcha harbiy obyektlar yo'q qilinganini, biroq neft infratuzilmasiga hali teginilmaganini ma'lum qildi. Agar Eron Hormuz bo'g'ozidan neft tankerlarining o'tishiga to'sqinlik qilishda davom etsa, hujum qayta ko'rib chiqilishidan ogohlantirdi. Bir necha kun avval Eronning yangi oliy rahnamosi Mojtaba Xomanay xalqqa qilgan murojaatida Eron birorta ham neft tankerini Hormuz bo'g'ozidan o'tishiga yo'l qo'ymasligini ma'lum qilgan edi. Bundan ko'rinib turibdiki, vaziyat yanada murakkablashmoqda. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.